Assalamu alaikum, hurmatli mekendeshler, hurmatli qimmatli jamoat, amansizlarmi? Bugun 20-iyul tug'anlar Jalobod oblasti, Suzaq rayoni. Bular Deveshin Kamal bozorida ostaqonlar. Bugun ushlarda qisqacha жылқылардың балары білпірес туғандар. Мына көкпе азыр сода болып отқан екен, сура білпірес туғандар. Қанша сода олдат, не олдат? 94 bin so'mga soda bo'lyapti. 94 bin so'm. Qancha 100dan 2 ming qo'yib berasiz aka? 100dan 2 ming qo'yib beraman deydi. Unda yen salini boshlab turadi. Bularga da 94 bin so'mga so'rayaptir to'g'onlar. Nerede? Ama başka bir yerde soda oldu. Qancha berasiz? Aka shul beda soda o'tgan ekan hozir. Yigirma dolar o'shandan berilsam ayting ana. 20 ga. 20 ga sotib kelmaydi o'zi. Mayli-ku sotib ber. To'qalasinmi? Dedim 20 olsa 3 so'm o'tib ber. Sotib ol. Mayli sotaratlam. Men bermayman, ulashgan bizga mukammal. Berganda berdim. 17 berganda emas, men ağa sotmayman-da. O sotmayman men ağa. Satçın. Ne kadar 3 so'm qo'yib ber, o'sha 20 ga. Beraversam mana endi o'ylab keling. Qancha berdilar? 16. 116 ming so'm so'rayapmiz. Qolgan mana. Bakın. Rasmini? Vaqt qiyilma bergan shu qismni. 17 bo'lsa. Yo'q, tursam turmaydi. Rasmim qaysaldab qoldi qismni. 20 beraversin otam, 10 chiqmaydi. Satchib oldi. Zamanı var, sürekli söyle. 120 ming so'm berdik. Kaptus semiz ekan biroqchi. 120 ming so'm bo'lsa sotaman. Kartana mez ya. Şimdi poşmayla soru yakında. Ransımı Alman hareketinde. Kes hasan aldık. Qancha aka? Nega qancha? 20 ga? 17. Yo'q, tamam. Topturishni aytib qoldi. 17 ga berib, men kichkina biz ham umidkormiz. Yetillar. Baraka. Vaqt baraka. Ransımı 117 ming so'm bo'lsa bo'ldi. 120 olsa beraman deydi. Bera olmaydi. Shunga böyle sotaman. Yok 5 mi oldu? 15 mi? Ekşi. Bayağı 8 geç geleyim mi? Bak, Kökbe 115 ming so'm bo'lsa bo'ladi. Qaysi kanal? Tush keldi jariya. Tush keldi jariya. Keçeli başqacha жаңасы ekasi. Deb bloger qanday? Yaxshimi? Qo'y, shunday. Naga. Biz daltalavotamiz. 135 kam var deb aytibsan ha uyda. Qanday? Geçel ayt. To'rasini aytam men aytib qo'shib. Deding 120 ekanda. Gel altına gel. Qancha verding? Gelin 2 ming so'm pul qo'yib berdi. Kecha Oduldan chiqqan so'z yo'q. Yo'q, kecha Oduldan Yeni bering yo'q kishi. Kecha uydan beradi. Yo'q, bermaydi. Mayli, bozor borada yo'q. Adamning ko'ngli. Bunday qilib. Bersangiz bering, bersangiz. Marağına Allah'dan bir de gidiyor işte. Yok altta kamda yakın. Yok devirmem. Yok desem tamam mı?
Xudoga shukr. Bunday qilib. Bolatlarına Çıktan sonra 20 olsa 20. Altına bering. Bundan qancha? 120 al dedim de. Ben uydan aytdım. Şu bayram oldu. Ben uydan aytdım. Mesela şunda alğanda berek. 120 ming so'mga satam degan ekan. Hozir уже 120 oldik shit menimcha. Bu arada giyin aytdım baba. Soyistona hayat uyga vardım ben. Berek. Sen yürü. Onu koytladım. Abi bitti daha bitti da. Bir an bir oldu. Yemin bana git onu tam. Hoca bile. Bunlar ne sen al? Bizim yaşına koydu. Soyuz. Ne geliyor? Ne geliyor? Az 120 so'rab ota aka. 120 bo'ldi. Yo'q, shile. Altına bering. Eldilar ketib qoldi. Yo'q, bozorga ham girdik. Assalomu alaykum. Nima emin bor? Ina malami bor? Qanchada otasiz? 150 ming so'm. 150 ming so'mda otasizmi? Olsun. Danchak pul nima endi? Pul nerga ekan? Narxingiz qancha ekan do'stim? 120. Bozor suradi bu do'stim? 220 ekonu. 120 ming so'm surapti. Boyu 1.60. Erkakda qolsa shu benim boy. 60 dan da jo'g'rida. Pul nerga ekan? Danchak deydi. Şu menin yılgı bozarda bir sile aylandırıp tarttık onlar.